Assalamu alaikum. Aziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Bugün yeni bir qatim huzurunlarga chiqib qoldim. Xuddi oldingi qatim deganimdek yana dushmanlarning ichini qanatadigan, meni tillaydiganlarni quturtadigan yana bir video bilan huzurunlardaman. Ko'rdinglar, oldingi videodagi inkaslarni ko'rganlar bo'lishi mumkin. Diqqat qilgan bo'lishinglar mumkin. O'ylaganimdek dushmanlar esa quturibdi. Tillaganning kimliklariga diqqat qilinglar. Doim takrorlanadigan asosli o'xshashliklarga diqqat qilinglar. Paket asossiz qarshilik, yolg'on ism, takrorlangan konu tuhmat. Hatta bu odamlar yenidan hisob ochib, maxsus tillash uchun paydo bo'lganlardekmi qiladi. Yana biri tamamen xato tushunish. Hozir Suriyada yoki Vaxandagilarning orqa plani haqida gumonlarimni deb kelayotganimga bek uzun bo'ldi. Buningdan hali ham yong'inim yo'q. Ularni kim beqiyotdi? Agar shu beqiyotgan Alloh bakmasa nima bo'ladi? Ular qanday qiladi? Qatorliq taraflarga diqqat tortmoqchi bo'ldim. Beqiyotqchi ular bilan tamamen o'xshash fikrda, o'xshash g'oyadami? Ular shu yerlarda bo'lishga zo'rlandimi, ixtiyor qildimi? İxtiyor qilgan bo'lsa, nima uchun u yerda? Chunki bizning dushmanimiz u yerlarda emas. Vatanimizda. Dushman vatanda. Qatorliq taraflar barada bu ba'zilarga bek tushunishlikmi tuyulmoqqa o'xshaydi. Xo'sh, bugungi mazmunga kelaylik. Yaqında Amerikaning Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotini yoki partiyasini terrorchi tizimligidan chiqarib tashlaganligi Uyg'urlar ichida ma'lum to'lqin yaratgandek qildi. G'ulg'ulalar bo'ldi. Bu haqda mening bir fikr bayon qilishimni, bularga qarata qanday bir tutumda bo'lishimizning to'g'ri bo'lishi haqida, buning foydasi nima bo'ladi, endi nima bo'ladi degandeklar haqida. Ba'zilar hatto bu top haqida, ya'ni shu islom harakatidan iborat bu top haqida ilgari mening deganlarimni yuzimga silib, go'yo mendan kechirim talab qilinagandek bo'lishdi. Go'yo mening deganlarimning Amerikaning tutumiga munosabati bordek. Bizning da'vochi toplarning ba'zilari bizning terrorchi qalpoq kiyib qolishimizdan ziyoda ansirab ketishganlarida diqqat. Bizning da'vochi toplarning ba'zilari bizning terrorchi qalpoq kiyib qolishimizdan ziyoda ansirab so'z bayonlarda bo'lgan chaqlarda men yillar avval esimda qolishicha Sharq Turkiston Ozodlik yo'lida izdinish nomli majmuaning 3-kitobidagi bir oz siyosat o'ginayli nomli maqolada. Bu kitob 2011-yil nashr qilingan kitob, 9 yilning oldida shunday yozgan edim. Ba'zi muloyizalar aytgandek, bizning terrorchi qalpoq kiyib qolishdan saqlanaman deb boshqa turishimizning hojati yo'q. Chunki bu bizning irodamizga biqinadigan ish emas. Xitoylar jim yotsaqmi terrorchi davrdi. G'arbliklar o'z ehtiyojiga ko'ra
Ya terrorchiligimizga ishongan qiyofat ifodalaydi, ya ming Xitoyni chana versekmi ishongili unamaydi deb yozibdi ekanman. Bugungi kelganda Amerikaning bu vaqtdagi tutumi o'zgargan bo'lsa, bu uning Xitoy siyosatidagi o'zgarishini aks ettirdi xolos. Ya'ni bu islom harakati tashkilotida mohiyatlik o'zgarish bo'lganligini tushundirmaydi. İslam hareketi yanıl burunqi islom hareketi şu. Bu yerda demoqchimanki, mening ilgaridan bular haqida deb kelayotganlarimda bir o'zgarish o'qini yo'q. Chunki bu tashkilot yoki partiya mohiyatlik bir o'zgarish qilgani yo'q. Amerikaning tutumi tamamen boshqa ma'no va ahamiyatlarga ega bo'lib, mening bahoyimni o'zgartmaydi. Demak, qurolliq inqilob zo'rliq kuch orqali vatan qutqizish orzulariga qarshi ziyoda tinchlikchilik bilan dunyoning raftariga ko'ra o'tirg'i chiqqan ahmoqlarning aslida siyosiyni bilmaydiganligini tushunishmi tas emas. Chunki ular siyosatning tashviqotlar orqali jamoatga sunilgan oldi yuzini ko'radi va shuningga ishonadigan qarqo'saqlardir. Amerikaning tutumidagi bu o'zgarish faqatla İslam hareketi teşkilatını aklaş üçün emas. Bunu unda deb tushunib olsak, bektar tushungan bo'lamiz. Xitoylar tarafidan qaralanayotgan va o'zlari o'ydirib chiqqan bahonalar bilan qatliamga uchrayotgan xalqimizning qo'g'dilishi uchunmi? Nihoyat zo'r xalqaro jamoat fikri o'zgarishiga sabab bo'ladigan muhim bir ishdir. Bu. Bizning ozodlik talablarimiz, intilishlarimiz, hareketlerimiz, hatta Xitoyga qarshi qonliq qarshiliklarımızga qarata bo'ladigan baholami endi burunqidek terrorli deb baholanmaydiganga, ozodlik hareketi deb qaraldiganga zimin yaratildi degan gap. Qurolliq inqilob uchun tayyorligimiz bormi? Xalqaro shartlar uygunmi? Qatarlıq savollarni cho'rdigan holda mulohizalarimizni qanot yaydiramiz. Oldingi videoda qurolliq qism uyushtirish ishlari haqida qisman to'xtalgan edi. Oldingi qitimdagi videoda bu vaqt bir qadar tafsili to'xtaldim. Meningcha shuningdagilar yetarli deb qarayman. Muhim nuqta sifatida ta'kidlaydiganim, bir sohibxon davlat bo'lmaguncha qurolli qism qurilishi haqida o'ylash qilib bo'lmaydi. Va bu vaqtdagi lapla aldamchilikdir. Bir yaxshi boshlanish Amerikaning islom harakati haqidagi tutum o'zgarishi bir yaxshi bishorat bo'lib, xalqaro sahnada ma'naviy jihatdan tashqi shartimiz hozir bo'ldi desakmi bo'ladi. Ya'ni bizning bunday bir qurolli qism qurishimiz ishga oshiradigan taqdirda xalqaro jamoatchilik tarafidan terrorlik kuch deb qaralmaydi, ozodlik jangchilari sifatida ko'riladi degan gap. Bir qurolli qismning Sharq Turkiston ozodlik ko'rishida roli qanday bo'ladi? Bunun bir vaqt tartibi bo'lish kerakmi yoki bugunning shartlarida agar bir sohibxon davlat bo'lsa, qurolli qism qurishimiz kerakmi? Bular inchki o'ylanmasi bo'lmaydigan masala bo'lib, hissiylik bilan fikr qiladigan xalqimiz demayli qurolli qism qizg'inlik bilan hayajonlanib, bir muncha tabiiy va ijtimoiy to'sqinlarni nazardan saqit qilib qo'yishi mumkin. Bir qurolli qism, ya'ni muntazam urushning subjekti bo'lib, qurolli qism degan muntazam urushning subjekti. Biz bugungi tashqi dunyodagi shartlarimizda qancha kishilik bir qo'shin qura olamiz? O'ylab boqing. 1000 kishilik? 10,000 kishilik? Mayli qanchalik sonda bo'lsin, bu Xitoy armiyasining qarshisiga maydon urushi, ya'ni muntazam urush sifa olgan shaklda chiqa oladigan bir kuchli bo'lishi notayin. Bunday bir holatning bo'lishi uchun Xitoylar g'arb tarafda ma'lum davlat yoki davlatlar guruhi bilan urushayotgan bo'lishi shart.
Bu halda to'polondan tog'gacha o'rlash shaklida bu 1000 kishilik yoki 10 000 kishilik qo'shin bilan orig'i qistirilib, ba'zi kichik ko'lamli harbiy harakatlarni qilishimiz mumkin bo'ladi. Ammo tinch sharoitda bundaq kichik bir qo'shinning qanchalik ishga yaraydiganligi hamma ko'ngilga ayon bo'lsa kerak. Xalqimizga ma'lum. Barin inqilobini eslasanglar, Barin inqilobida safarbar qilingan Xitoy armiyasi 25 000 kishilik qo'shin, muntazam armiya. Kimga qarshi? Qo'lida ketmandan boshqa bir nimasi bo'lmagan dehqonga qarshi. 10 000 nüfusluq bir yiziga qarshi 25 000 muntazam armiya, tanka, top zambirak va tikuchar qatorliqlar chiqsin. Xitoylar Sharq Turkistonda ko'tariladigan har qanday qurolli inqilobni beshkida ujuqtirish, busini chiqarmay jimiqtirish siyosati qo'llanildi tarixdan beri. Kommunist Xitoylar bo'libmi? Hech uning kengayishiga yo'l qo'ymaydi. İkinci Dünya Uruş harbisidagi Chexoslovakiyaning 1 million kishini harbiy safarbarlikka chaqira oladigan turib, harbiy sanoati 10 minglagan toplari va 1,5 ming aeroplan turibmi, urush qilishni foydasiz deb qaraganligini esimizga olsak, muntazam urush uchun teng nisbatda kuch bo'lmasa, bir hamlada yo'q qilinish xavfi mavjud degan. Bugün Suriye'de ve Vaxanda Şarkı Türkistanlık mücahitler mevcut. Bularni Şarkı Türkistan qurolli qismlarining ximiy tur chiqarish fikri haqida oldingi bir video to'xtaldim. Bularning harbiy texnikalarida qanchalik yaramli bo'lganligi ayrim bir mavzu. İddiaviy sapasi jiddiy islohotlarga muhtoj bir taraf. Shundaqla ma'lum zo'rlovchi kuchga tayangan holda bir islohot elib berilishi, burunqi amirlardan ayirib etilishi shart. Andan qaytadan tarbiyalashni boshlashga bo'ladi. Lekin muntazam harbiy ta'lim tarbiya kifoya emas. Agar muntazam urushning foydasiz bo'lganligidan iborat reallik qabul qilinsa, u holda bular istixborot, yer osti partizanlik urushi, suiqasd, buzg'unchilik qatorliq nishonlarni ko'zlab tarbiyalanish shart. Ular uzoqda qarama-qarshi sapda, xandaqlarda mukab yetib bir-biriga o'q etishni o'rgangan odamlar hargiz qilolmaydigan ishlar bo'lib, dushman bilan nafsiga burniga tegib turadigan yaqinlikda o'ltirishga jur'at qila oladigan kapasiteda tarbiyalanmasa, faqatla miltiq etishni o'rganib olganlar bilan hargiz ish qila olmaydi. Birinchi bosqichdagi harakatlar uchun alohida tarbiyalangan bir alohida qism kerak bo'ladi. Bunun qadam bosqichi dushman nishonlarini portlatish, muhim shaxslar, ya'ni Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari yoki qo'rchoq amaldorlarni o'ldirish qatorliq harakatlardan boshlanib, ondan shaharlarda yerosti partizanlik harakatlari elib berishga, ondan tadrijiy holda muntazam harbiy qismlar bilan maydon urushiga o'tish mumkin. Suiqasd harakatlari, buzg'unchilik harakatlari, partizanlik harakatlari uchun bugungi Xitoy hukmronligidagi Sharq Turkiston jamiyati qanchalik muvofiq keladi? Bularni hisob qilmay bo'lmaydi. Chunki bugungi ijtimoiy muhitimiz video kameralari bilan kuzatilayotgan, yuz tonish sistemalari bilan jihozlanganligini demagandimi, manqurtlashtirilgan, ziyoda qo'rqitilgan xalqimizning partizanlarimizni qanot ostiga elishi, yordamlashishi, yoshirishi qatorliq taraflarni degandimi, hisobsiz to'salg'ularga uchraydiganligini mo'ljallash mumkin. Bu jamiyatga sirtdan kelgan bir odamning sınıp yo'qolib ketish mumkinchiligi bormi? Bugun emas, 20-30 yilning oldidami bundaq mumkinchilik yo'q edi. Sirtdan kelgan bir odam mana men deb bilinib qoladi. Shunga bu taraflarni nazarda tutganda o'rganishga tegishli texnika oz emas.
saxta kimlik hüccetleri yasaşdan tartip, mevcut imkanlardan faydalanıp partılıgıcı buyumlarını yasaşkıça her nersini öğrengen kabil bir koşun buluş şarttır. Bundan başka kıyın şaraitta hayatlık geliş sınaklarını baştan geçiriş gerek. Şundakla tabii şaraitlardaki negatif şartlarının hemmesi köndürülgen buluş gerek. Açlık çıdaş, soğuk çıdaş, tayak çıdaş degende. Andan kolgu düşüp kalgan ahvalda nemeler oludu? Bu tarafın degende kıyın kıstaklığı çıdaş, soraklardaki psikologiyalik azdırışlarga takabil keliş sınaklarını mı baştan geçiriş doğru keldi. Yalgan maşinasını kanda aldaş gerek. Ve ximiylik doğrular bilen kallı eleştirilgan ahvalda rastını sözlep saladığı iş. Bunun sınaklarını mı baştan geçiriş gerek. Bunda kattık sınaklarga çıdap, yaramlık bulup çıkıdığan kança Uygur barlığı mı kişinin beşini katırdıgan emeli meselelerinin biri. Bizning mijozimizdagi yeniklik, yengiltaklik, chidamaslik, xomlik, aqidasizlik omillaridan aytganda, bunda sapa va sifatdagi yoshlarni tepishmi hali ters gap. Mening bu gaplarim quloqlarga yoqmaydiganligini sezib turaman. Chunki biz papilinishni yaxshi gaplar bilan ovundirilishni xohlaymiz. Shuningga ko'ndik. Ochiq reallikqa yuzlanolmaylik emmaktimiz. Shunga mening gaplarim yoqmaydi. Ama ben bularını perez boyunçıl devatmayman qarındaşlar. Bazı sınaklar boğan ötmüşte. Bulardan haberim var. Ve ben bugün daim ma'lum işler için adam izdeyman. İzdeyvatıman. Ama hiç kaçan bir fidakarga yoluqmayman. Her kaçan iş olsa mana men tayyor. Değilsimi konkret bir iş için teklif kılinganda yeli çıkıdığanlarını görüvatkanım için devatım. Bular canını elip jangalda koyduğun kıyınışlar, erkeknin erkek tanlandıgan, ama can ketmeydigan, güç ketmeydigan bir munç işler için mi adette adam tetilmaydigan ameliyatlarını baştan geçirip atkanım için bularını devatımı. Çünkü bugünkü saxtığı tolgan dünyada vatanperverlikning mu sintetik nuskulları meydana kelgende kılıdı. Tor ve toplar dili çoğkan silip, hele iş kılıvatkandak temennada bulup, öz yüzümüzni bezlevatkaçka, goya biz ma işler bile şoğullanıvatkandiken, işlerini başkalar kıysa buluduğu deydigandek bir halimiz var. Neticede oturda kılınavatkan emeli bir iş tehici yok. Toğra bu yıl devlet bayramımız tarihte misli görülmegen bir kızgınlık bilen tebriklendi, hatırlandı. İlgiri devlet bayramının yadıganmaydigan bir muhit etdik. Vatanda o devlet bayramı dep birinin balıqını biladiganlığının mu sani bek az. Onu hatırlap bir hatır gün süftide alaydı muamele kıladigan mümkünçilik hiç yok. Aslı burunları batı da. Yani 20 yılının 30 yılının aldığı barıttı ya. Hiç olmaganda bir aile boyunca bugün bir mukaddes günde aile boyunca alayda bir dastıkan hazırlap balları bilen bolsun tebrikleşke mümkünçilik barıttı. Ama o yadığı yetken yok bir Uygurna. Bugün bağ oldu. Bu yıl acayip dağdığılık hatırladık devlet bayramı. Goya bunun karısınız bütün Şarkı Türkistanlıkla orundan desturip ketgendek bir manzarını görüş mümkün. Ama bu tehici bir abstrakit basmışta. Oturda ameli hareket tehici yok karındaşlar. Bunu ankırışımız lazım. O dağdıqlar bilen golulap ottasak, o dağdıqqa vatan azat olap kalmaydı. Oturda tehici iş yok. Yıllardır iş dep tonulgan narsa namoyish qilish bilan meclis seçiş. Bizge iş dep tonutilayotgan ve bizni köndürdük biz onunla.
ish qilyotdi deydigan bo'ldik shuni. U ishning bir tayyorligi u majlisdagi. Men bir videoda Uyg'urlarda amaliy ish qilishning yo'li deb zo'rlig'uchi kuchni shart qilgandim. Bu yerdami bir zo'rlig'uchi omilni ta'kidlayapman. Mush keyingi videolarning hammasida bir zo'rlig'uchi omil bo'lmasa bo'lmaydiganligini ta'kidlayapman. Agar mushundaq bir zo'rlig'uchi omil hammaning ustida turadigan ma'lum jazo kuchiga ega bir qurilma bo'lmagan ahvolda Sharq Turkistonlikda ish yurgizishning imkoni haqiqatan yo'q. Bu gapim qanchalik yoqmasin, abiysinglarga. Sinaq qilinglar xohlagancha, bugun tillanglar xohlagancha, 20 yil, 10 yil, 20 yildan keyin Rossiyan deb itiraf qilasizlar buni. O'zidan bu xalq bir yerga kelib qolmaydi men sizlarga dey. Hamma odamning o'ziga o'zining ras. Hamma odam o'ziga birdan vangshuji qarindoshlar. Ba'zilarning nuxunusini elib, ba'zilarning ko'ziga nuqib, ba'zilarni quloqiga pichilab, tahdid bilan qo'rqitib, bir jiqqa, bir tanaga, bir chig'iga keltiradigan zo'rlig'uchi bir kuch. Jazo kuchiga ega bir qurilma bo'lmasa, haqiqatanmi biz o qadar bevash, o qadar bangvash, o qadar hukumatsiz, o qadar tashkilsiz, bosh-boshdoq bir xalqmiz. Buningga hech kimning kuchi yetmaydi. O'z ichimizdan. Bu faqat qurolli qism tashkillashtirili emas. Bu deyilayotgan. O'tirdi doim takrorlanib kun tartibni mashg'ul qilib kelayotgan buyuk birlashishlar, usti birliklar degan laflarni o'xshashli bir zo'rlik uchun taqozo qiladi. Bundaq bir omilning turtkisi bo'lmasa, o'z ixtiyorligimiz bo'yicha bu ishlarning vujudga chiqishi mumkin emas. Nima uchun bundaq deymiz? Agar biror davlat amaliy ravishda yordam berishga bel bog'lagan taqdirda yanada harakatning beshida simvollik bo'lsa bir Uyg'ur ko'rinishi shart bo'ladi. Ma'lum bir Sharq Turkiston tashkiloti yoki tashkiliy organni asos qilib, shuningga yo'lab bu ishlar elib berilishi kerak. U holda bugungi to'plarning bugungi talash tortishlari o'zaro raqobati, bir-birini qaralashlar, cho'kirishlar texim avjiga chiqadi. Yani amaliy qo'llaydigan davlatning ishonchisini o'ziga taraf qozonish uchun. Hech kimdan qolg'isi kelmaydi. O'ziga qo'yib bersa birlikning hosil bo'lishiga hech mumkin emas. Hech bo'lmasa dushmanlik qilmasdan shuhturaymi demaydi. Mana shunday ahvolda zo'rlig'uchi omilning naqadar to'g'ri ekanligi har aql tarafidan qabul qilindi. O halda zo'rlig'uchi kuch tarafidan ba'zilar majburiy mo'mitiga keltirilsa, ba'zilarning og'zi besiq turiladi. Bu ishmi oson bo'lmaydi. Bu ishmi aslında oson bo'lmaydi. Çoxum eng ashaddiy buzg'unchi munofiqlardan bir ikkisi jismoniy jihatdan yo'qotilmoqcha boshqalarning ko'zini qo'rqitib olmaydi. Mana shu chog'da o'zaro dushmanlik tugab ketmasimi? Yoshurun aletki köçüde oturdu görünmez oldu. İkinci Cumhuriyetni vücudga keltirgan inqilobda Sovet KGB'sinin xodimlari her vizotda Xitoycha pay deyilgan 30dan 50gacha odam bo'lgan harbiy birlik. Her vizotda biradin vazif ötügen KGB'nin adamları. Təpriq deriydiganlar, içki majara, ziddiyet çıkırdıgan qıtığırlar yoşurun edeplenip birlik saklandı. Oylap bakmadınlar mı? Bu Uygur'un hali bugünkü günde 20 asırdan çok vakit ötken, bugünkü günde bu kadar birbiriga yaqin kelmaydigan bu xalq o zamandaki o ansızlıkta qandaq mı aşağı kadar birleşken bo'lg'iydi?
Hatta tahi Xitay olmagan başka burmançı milletler mi var onun içinde? Şive, Dağur, Mongol, aşılarının hemmesi qanday birlikka kelgan bo'lib degan o'ylab boqmadingizmi? Zo'rlig'ichi omil bo'lgan. Bo'lmasa biz xalqning o'sha darajada birlikka kelib, shuncha ular ishni vujudga chiqarishimiz tasavvurmi qilinmaydi. Endiki ishmi shu taklifda bo'ladi. Uningdan boshqa turlik bo'lmaydi. Bo'ladi degichilar aqliylik bilan fikr qilguvchilar emas, hissiylik bilan fikr qiladigan mahkumlar. Qo'lidan ish kelmaydiganlarda, mag'lub xalqlarda umumiy bo'lgan ro'yolatga tushib qolgan kishilarda bo'ladigan ruhiy g'olibiyatchilik tuyg'usi, o'z-o'zini avundirish tuyg'usi, ko'ngilni paypalash bilan tasalli tepish uchun hech qanday real asosi bo'lmasa-mu, yaxshi xiyollarni xuddi bo'ladigan ishdek taqdim qilish uslubidagi gaplardir, xolos. Ma'lum davlatning yordami yoki zo'rlig'ichi kuch deganimizmi dal shu. Shunchalik zarurki, buni insonlardagi nurg'un ruhiy omillarni shart qiladi. Tashqi shartlar emas, insonning ichki omillari, ruhiy omillarni shart qiladi. Masalan, chet ellarda Xitoy nishonlariga zarb berish kerak deyilganda, bir ega bo'lg'uchi davlat bo'lmagan ahvolda bundaq bir ishni qilib, oqisidan keladigan xafalıqlarni hech kim ko'zga ololmaydi. Bo'libmi Uyg'urlar fuqarolik salohiyat hujjatlari tufaylidan xafalıqda. Andaqken aldı bilen kimlik hujjatlarining nima bo'lishini o'ylaydi. Andan ailesining nima bo'lishini o'ylaydi. Andan o'zining jinoyatchi bo'lib jazolangandan keyin qanchalik umrning turmada o'tishini o'ylaydi. Mana bulardan keyin andan ashunda xatarlik vazifaga bel bog'lishi mumkin bo'ladi. Yani bel bağlayamaydı. Vazifani rad qiladi. Annasining yili chiqishining sababi bu. Bular uchun ma'lum bir davlat ega bo'lgan ahvolda shu davlatda yuz beradigan zarba berish harakatlarida davlat buningga bir ko'zini yumib oladi. Ko'maslik sabab. Aniqlab topolmagan bo'lib oladi. Vazif ijro qiluvchini qo'rqitib turayotgan barliq taraflarga davlat so'z beradi. Yani ailangdan g'am qilma biz ega deydi. Kerak deb bilsa biz seni boshqa davlatga qochirib yutamiz deydi. Tutilib qolsang biz ega chiqib bir amal qilib seni qutuldiramiz deydi. Shuning bilan bu ishlarga jur'at qilinadi. Masalan, Türkiye'de yashab baqqanlar va yashayotganlarga ma'lumlik bo'lgan bir terror tashkiloti bo'lgan. Asala. Ermenilarning Türklarni hafızış uchun terror harakatlari bilan shug'ullangan tashkilot edi. 90-yillardan burun. Chet ellarda Türk konsullari elchilarini nishon qilib 70-80 qadar Türk diplomatni suiqasd qilib o'ldirgan. Kim bir dilli jimiqdi. Aslida ularning aqishda Fransuz hukumati bo'lgan. Bir hukumat aqsh chiqqanlikdan bu ishlar yuz bergan. Fransiya ularni qo'llashdan to'xtagan, hamon bu ishni to'xtadi. Sababi her insonda bo'ladigan istiqbol qayg'usi. Aqidin nim bo'ladi? Ne? Ko'p o'ylaydiganligi va ko'zi qo'rqadiganligidandir. Bugün Türkiye'de Xitoy jasuslari oshkora charxurib, bilinarlik darajada azvaylab yuribasimi, ular xotirjam yashamoqda. Aslida Suriyaga dushman izlab chiqqan, shu yerda jannatga yo'l qitalamiz deb o'ylab qolgan minglarcha mujohid Uyg'urning ba'zilari Suriyadan qaytib Turkiyaga kelib yashamoqda. Buncha ular mujohidimiz bo'lgan Turkiyada Xitoy jasuslari, g'olchilari yashayanmiz to'g'ri bo'ladi. Nima uchun bu mujohidlar kerak kelmayotdi? Aqida davlat dastiki yo'q. Aqida nim bo'ladi degan savollarning javobi qo'rqinchli. Deylik-ki, bir munofiqni o'ldirdim. Uningdan keyin nim bo'ldi? Cho'qim tutilibmi? Tutilmaydigan ish yo'q.
tutilgandan keyin nima bo'ldi? Aile vayron bo'ladi, bolalar sarson bo'ladi, namratchilik, yetimlik, g'ariblik va men bu ishni ijro qilguncha turmada chiriyman. Buni qaysi inson o'ylamaydi? Mana shuning bilan buningga hech kim petinolmaydi. Bu bir tarafi bo'lsa, yana bir tarafi ularningki o'rganishi, cheniqishi yetarlik emas. Men ularni qaytadan tarbiyalamasi ishga yaramaydi deyotganimning sababi bu. Chunki ular faqat miltiq etishni o'rganib uzoqda turib bir nima medirlasa ya medirlamay qara ko'ringan nimaga qaratib o'q etishni biladi faqat. Tinch bir sharoitga ekkab qo'yib, bir munofiqni o'ltiradi desa, qanday o'ltirdi u? Uningga o'gitilmagan qonni ko'sa qo'rqidi tahi. Bularning nafsini anglayotgan bir odamni o'ltirish unday oson emas. Kino emas bu, hayot bu. Mana shuning bilan uningga hech kim petinolmaydi. Nim bo'lananda Xitoy jasuslari xotirjam holda o'z ishini qiladi. Hatto bu mujohidlarga rahbarlik qiladigan to'pning ichida munofiqlar bor. Butun xalq tarafidan munofiq deb qaralgan odamlarni ular ishlatadi hatto. Dalil bormi? Dalil bo'lsa biz darhol yo'q qilamiz deb qo'ydi. O'zaro tahdid selishga kuchi yetadi bularning. Ya'ni Uyg'urga tahdid qila oladi. O'zining mujohidligini Suriyada tarbiya ko'rib kelganligini pesh qilib, Uyg'urlarni qo'rqitishga yaraydi. O'ziga o'xshash beqo'rq Uyg'urni. Chorasizlikdagi Uyg'urni. Masalan, menga tahdid soladi bular doim. Meni manda gaplarni qilding deb menga tahdid solishga yaraydi. Ammo Xitoy g'alchilariga, jasuslarga zarb berishga yaramaydi. Chunki AQShda davlat dasturi yo'q qarindoshlar. Biz deyotgan halqi zo'rlig'ichi kuch ega bo'ladigan bir sohib bo'lmaganligi uchun. Bu ishni o qilaman, buning AQShda nim bo'ladi degan savol kallaga kelmay qolmaydi. Va bu savolning javoblari bakma qo'rqinchli. Dal aksicha Xitoy jasuslari yoki Xitoy tarafidan setib olingan yollanma qotillar Uyg'urlarni o'ldirish, g'oyib qilib o'tish voqealari uzluksiz sodir bo'lmoqda Turkiyada. Qarindoshlarning xabari bor. Birmuncha Uyg'urlar izdireksiz g'oyib bo'lib ketganlik Turkiyada. Chunki uning AQShda bu ishni qilayotganlarning AQShda davlat dasturi yo'q. Uning uchun ular anda qila oladi. Agar Turkiya jurnalda Uyg'urlarga haqiqiy destek berishni yetib keladigan bo'lsa, Turkiyada albatta bizning mavjudligimizda intayin muhim davlat bu Turkiya. U holda Turkiyada Xitoy jasuslari g'alchillarga kuni yo'q. Uyg'urlar chechalanga olmaydi yana bir tarafi. Agar Turkiya haqiqiy turda ega bo'lsa, mushlar adam bo'lib qolsin. Hech bo'lmasa mavjudligini saqlab qolsin. Shuning bo'lsa yordam qilaylik desa agar Turkiya. Uyg'urlar bugünkidek chechalanga olmaydi. Chunki biz ta'kidlayotgan zo'rlig'ichi omil maydonga kelgan bo'ladi. Hech kim tafriq terishga petinolmaydi vaqtda. Da qilib ishorat qilib qo'ysinlar, shu bilan bo'ladigan gap. Shunday bir kuch o'tirg'i chiqib. Hatto Uyg'urlarni ma'lum vositalar orqali zo'rlab Turkchasiga qodifa, eldivenlar,
zorlaş deyildigan. Yumuşaq päley bilen zorlaş diyen usullar bilen zorlap bir neçe noktaga toplaşma mümkün bolady. Yani mesela Kayseri'de bir mahallige, İstanbul'da bir iki yerge merkezleştirip topluluğunu boladı. Birlikte yaşaydigan til, kültür, medeniyetini saklap kalıdığanın asası yaratılgan boladı. Bir yerge toplanış yana Uygur tilde mektep yetişkimi imkan berdi. Bu devlet destiki Uygurlukni saklap qalish uchun en az toluqsuz otur mektepkicha Uygur tilde o'qishga sharoit yaratib, Uygurlarning tarix sahnesidan o'chirilib ketishining oldini olgan bo'lardi. Ba'zi qarindoshlar Turkiya yordam qilmaydi desa, chichanlab ketadi. Ularni Turkiyada yashaydiganligi faqat yoqmaydi bu gap. O'zini yashag'ini qo'yayotganligini yordam deb hisoblaydi ular. Biz o qarindosh olmagan bir devletde yaşayapmiz. Yaşag'ini qo'yayotdi o'shada. Hatto u yerdagidan erkinroq. Dastlabki 1-2 yil ichida pul berib yaşag'ini qo'yayotdi. Bu yordam qilganlik emas qarindoshlar bu. Bunda ko'zi kichik olmaydi. Nimani? Turkiya bizning mavjudligimiz uchun hiç olmasa bizden Şarkı Türkistan'ı azat kılışımızga onu boş verip durun da koyup durun onu. Mevcutluğumuzu saklap gelişki yardım kılış niyeti gelse bana işli 101 adıma dayat karşılar. Toplaydı en az toluksuz oturukça Uygur tılıda mektep açıldı. Anın dinkin devletin normal mekteplerine koşulup geçse Uygur tili saklanıp kaladı, Uygur medeniyeti saklanıp kaladı. Ve biz tarihten, sahnesinden öçmeyimiz. Bunu fakat Türkiye'de kılış mümkün. Devlet destekli olsa. Başka yerlerde devlet destekleydi. Eğer ayında cık nüfusluk bir sahnemiz olsa, başka devletler destekleydi garipte. Yüzümüzden tilde mektep açımız desek yaktımıydı o. Ama bir yerde yeterlik san yok. Bu Türkiye'de kılışıklı tamamen mümkün bulduğum bir iş aslında. Hepsi devlet destekinin tamamı buluşunun bu günküçe ornu bulmaya geldi. Bundan keyin mi çok ümit yok. Çünkü Xitaylar bilen iktisadi ortakçılığı ve stratejik ortakçılıkları var. Bir belbaq bir yol kuruluşunu bek zor güç bilen kollayotgan devletning birisi ve bunun için Xitaylar Türkiye'de tömür yolunu setip aldı. 3. köprükni setip aldı. Port setip aldı. Bundan keyin yani nimelerni setip aldı o yerde. Ve bu setip alışlardan keyin nim buldu o yerde? Allah biladi. Bu evvalda bunda bir kollaştın tamamı buluş çok ümit yok. Bu halde biz degen zorluk güç bilen vatan kutkuş şirketlerinin asasını tikleş mümkünçülüğü hazırca fantaziya. Xulas kalan. Bir kurallık koşum meselesi devlet destiki boğan takdirde mi? Gün tertipte hali kiyinki bir türü bulup aldı bilen alaydı terbiyelengen partizanlar, yer astı faaliyetlerine uygun terbiyelengen gruplar gün tertipten 5'i kilodu. Bunu isen tutulmak kırındaşlar. Bu adamlar kanday çeniqish gerek buludu. Aç kaldırıp çeniqtirilidu bulunu. Açlık kıçıdaş, soğuk kıçıdaş, en naçar tabii şartlar aslında hayatlıkını saklap kalıdığan iktidarını yitildirdiğen. Mevcut imkanlardan faydalanıp özüge kural yasayalaydigan. Ve türlük bexatarlik şkaplarını açalaydigan, saxta kimlik hüccetleri yasayalaydigan,
bu kadar cıktasını ügengen adamlar başlaydı bu işini. Başlaş gerek oldu. Bunuz tenet şaraitla mın asker ya 10 mın asker çıgırdın, beşek kırdı. Deseniz o tamamen fantaziya. Bunun igi çıkıdığan bir devlet tepilganda bizge düşüdüğünü bunda kattık kolluk bilen terbiyeleş çıdaydıgan yaşlarımızdan buluşu. Eğer bunda yaşını biz tapanmasak şu vakta kort olumuz karındaşlar. Resva olumuz. Hazır mı bolduk bir ne çıkıttım resvaçılıklarını baştan keçiydi bu millet. Bunda işle bolap üteptiken bizden ilgiri. Onda hikayeler bağmışmışlar bağ oturda. Çıdımay kaçıp ketkenler bağ. Kaçıp ketkendiğin keyin endim boldu kılıp taşlayıp itilgen. Bundan misallar bek çık. Mana bular açık emeliyetimiz kardeşler. Bularning hemmasini xiyol, fantaziya aralashtirmasdan o'ylab ko'rgan vaqtda to'g'riliqini his qilasiz. Endi ba'zi inkaslarga bu yerda javob berib o'tay. Afg'oniston hukumati Xitoylar bilan hamkorliklari bo'lish bilan birga yana Amerikaning gapini anglaydi. Shunga Amerika Afg'onistonga Sharqi Turkistonlarni qo'llashni desa, bunun bilan Afg'oniston bizni qo'llashi mumkin bo'lmamdi degan mazmunda bir savol bor ekan. Mening deb o'tganlarimning ichida buningga javob mazmunlar aslida mavjud. Agar chigirdash bo'lmagan bir davlat bizga yordam berish niyatiga kelsa, degandim oldingi videoda. Chigirdash bo'lgan davlatlardan biri bilan hamkorlashib, ondan bu yordamni amaliylashtira oladiganligi. Ne degandim? Mana shu javob. Agar Amerika yordam berish niyatiga kelsa, bunda qilish mumkin. Bunu Afg'oniston orqali qilishi mumkin, Hindiston orqali qilishi mumkin yoki boshqa chigirdoshlarimiz bilan qilishi mumkin. Nihoyatda afsuski Amerika bunday niyatga kelgani yo'q. Navbatdagi saylovning natijasi ko'rilayotgandek bo'lib, muqimlashsa, bu tomonlarimiz texmi uzoqlashib ketadi. O'zimiz qurib chiqadigan Sharq Turkiston milliy armiyasi haqida deydiganim yo'q. Agar buni qiyg'ili bo'lsa, qilish kerak. Yani maxfiy bir qo'shin. Yani o'zining uyida, tamoqini o'zining uyida yeb, yetib qo'pish o'zining uyidan, chiqimi o'zining uyidan bo'ladigan askar. Buni tasavvur qilayotgan qarindoshlar bor. Agar buni qiyg'ili bo'lsa, qilish kerak. Ammo fantaziyalik shaklda ko'nglimizda her birimiz aşı milliy armiyaning bir jangchisiman deb o'ylasak, bo'lamdikin, bo'lmamdikin bilmadim. Hukumatning bu haqda qilayotgan ishlari haqida so'ragan ba'zi qarindoshlar Sharq Turkiston surgundi hukumatining bu haqda qilayotgan ishlari bormi degan savolni so'rabdiki, kechirsizlar qarindoshlarim. Bu yerda men bu savolga javob berolmayman. Endi söhbetimiz şu yerda oyoqlashdi qarindoshlar. Yana kichikgina bir shaxsiy e'lon bor deb o'tay. Bizga, ya'ni Sharq Turkiston surgundi hukumatiga vatanparvar qarindoshlarimizdan kompyuter ustullari, programmachilar, to'rbekchilar, tarjimonlar lozim. Agar vatan uchun bir ish qilsam bo'ladi deb, nima ish qilsam bo'ladi deb ishini topolmayotgan, qo'lidan ish keladigan qarindoshlarimiz bo'lsa, o'zini ma'lum qilsa, biz ularga ish ko'rsatib beramiz. Tarjimonlar deganimizda İngiliz tili dunyosida yashayotganlardan Uyg'urchani inglizchaga tarjima qiladiganlar.
Bolsa o kerek. Ama bu biraz kıyınrak. Çünkü başka tilden ana tilge tercüme kılış qaraganda ana tilden gayri bir tilge tercüme kılış bek köp seviyetilip kılıdı. O mu kerek? O bolmaganda İngiliz tilinden Uygur tiliga, İngiliz tilinden Türk tiliga ve yana İngiliz tilinden başka her qanday bir tilga tercüme kıla alaydigan tercümanlar lazım. Kompüter ustalları, programmacılar, torbetçiler ve tercümanlar lazım. Bunda qarindaşlar özüňlarni ma'lum qilsaňlar, Şerq Türkistan azatlyk ýolunda bir qatra häss goşgan bolasызlar. Onu meniň şahsym üçin qılmaýsızlar. Ýa-ki ýana birisiniň şahsy üçin qılmaýsızlar. Vatan, millet üçin qılasızlar. Hazırgyça özüni ma'lum qilgan qarindaşlarymyz boldy we ular hazır bäzileri bir neçe işni qıldy. Kılıvatkanlar var. Allah razı olsun. Allah ulanın ecrini heslet qaytırsın. Ve yeniden üzünü ma'lum kıldıqanlardan Allah razı olsun. Hayır hoş. Allah hemmanlarını aman kılsın.